Shu paytgacha Herobrine'chalik mashhur bo'lmagan, lekin juda ham ko'p o'yinchilarni qo'rqitgan bir entity mavjud. Menimcha ko'pchiligingiz bu haqida bilasiz. Menimcha hech kim qo'rqmadi. Yo bola, men YouTube kanalimga video qo'ymaganimga ham deyarli 5 kundan oshibdi va bugun video qo'yishga qaror qildim. Va yana bitta yangilikni bombasi. Bizning YouTube kanalimizda 5000 ta obunachiga ham erishdi va endi bizning keyingi maqsadimiz 10000 ta obunachi. O'shaning uchun podpishka qilib obuna bo'linglar. Unda biz videoni ko'p cho'zmasdan keyingi horror videomizni boshladik. 0. Bu Minecraftdagi eng qadimgi va eng qo'rqinchli afsonaviy mavjudotlardan biri. U Herobrine'dan ham sirliroq bo'lib, o'zini boshliqlardan kelgan mavjudot sifatida namoyon qiladi. Ba'zi o'yinchilar uni xatolik deb o'ylashsa, ba'zilari esa uni haqiqiy deb o'ylashadi. Aslida u Herobrine'dan ham qo'rqinchlidir, chunki u faqat sizni kuzatadi, boshqa hech narsa qilmaydi. U o'zining jimgina sukuti bilan sizni ich-ichingizdan qo'rqitadi. U birinchi marta 2010-2011 yillarda ba'zi forumlarda va YouTube videolarida paydo bo'lgan. O'yinchilar aytishicha 0 o'yin fayllarini mavjud bo'lmagan, lekin o'z-o'zidan paydo bo'ladigan mavjudot. U odatiy setlarda uchramaydi, lekin Void, 0, Dead yoki Error kabi setlarda kuzatilgan. U Minecraftning sirli backend tizimining chiqib ketgan hayot shakli deb qaraladi. That's a lot. Is that a shadow? Hey, get the sword ready, boys. Zo'r joyda to'xtatdim-a? Shu joyda eslatma. Bizning kanalimizda 93% dan ko'proq odam obuna bo'lmasdan tomosha qilar ekan. Iltimos, hozirroq obuna bo'ling va biz tezroq 10 ta obunachiga erishgan bo'lardik. Videoni davom ettiramiz. Wait, what? Agarda sizni meringizda 0 bo'ladigan bo'lsa, u sizning uyingizga mana shunaqa redstone'li toshlarni qo'yib ketadi. Va mana shu joyiga yaxshilab e'tibor bering. Xo'sh, siz nimanidir ko'rdingizmi? Keling videoni qaytadan ko'ramiz. Menimcha baribir ko'rmadingiz. Videoni yaqinlashtirib va sekin holatda hozir sizlarga ko'rsataman. U juda ham xotirjamlik bilan shunchaki o'yinchini kuzatmoqda. Aytgancha, u shunchaki kuzatmaydi. U mana bunaqa 0 yozuvini ham qoldirib ketishni yoqtiradi. Va bu vaziyatda Creeper o'yinchini oldiga keladi va Creeperni o'yinchi urayotgan paytda Creeper negadir osmonga qarab qoladi, xuddiki tepada kimnidir ko'rgandek. Nol hattoki o'yinchini qayiqdan ham tushirgisi kelmay qoladi. Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu haqda video otganimda, aynan kechasi otganimda, men bu yerdagi derazadan turli xil ovozlar eshitildi. To'g'ri, bu g'alati eshitilishi mumkin sizlarga, lekin bu rostdan ham eshitildi. Bu qanaqadir illyuziya yoki miyamdagi qo'rquvlar bo'lishi mumkin. Agarda ushbu videodan keyin meni qaytib ko'rmasanglar, bilinglarki men hazillashgan bo'laman.
Bolalar, video ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Biz 6000 ta bo'lishimiz bilan ajoyib yana bitta video kutib turmoqda. Ushbu videoga ham 200 dan ortiq like yig'ib tashlanglar va kommentariy orqali Telegram kanalga ham o'tib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha